Anime ko'rib, dal uplashib qolgan tanishingiz bormi? Inson oddiy animatsiya orqali ham yomon tomonga o'zgarishi mumkinligini hozir tushuntiraman. Anime bu boshqa dunyoga ochilgan derazaga o'xshaydi. Bu derazaga tikilgan inson borki, juda ham ko'p qismi derazadan oshib, xuddiki reallikdan qochib mavjud bo'lmagan olamda yashab orqaga qaytishni unutib qo'ygandek. Ular ekranga chizilgan qahramonni dardini yurakdan his qiladi, yig'laydi, kuladi, siqiladi. Lekin bu yoqda o'zini ota-onasi yoki do'stlari hayot uchun kurashib yurgan bo'lsa ham qiziq emas. Axir ular perfeksionizm qurbonlari. Ular chizilgan, ideal va xatosiz qilib chizilgan qahramonlarni yoqtirib qoladi. Ularni hayotida yashamoqchi bo'ladi. Garchi bu reallikdan uzoqda bo'lsa ham, bu holatda inson beayb parvardigor tushunchasini unutib qo'yadi. Ya'ni atrofdagi insonlarni xatolarini va kamchiliklarini qabul qila olmaydi. Balki shuning uchun ham anime ko'radigan yigitlarni yaxshi ko'rgan qizlari yo'q bo'ladi. Anime ko'radigan qizlarni esa yaxshi ko'rgan yigitlari yo'q bo'ladi. To'liq video Kreza YouTube kanalida.